Mening yurtim telekanalida Comedy 5 ko'rsatuvi efirda. Azizlar, ko'p kuttirib o'tirmaymiz. Kelinglar, asosiy mehmonlarimizni birini sahnaga taklif qilamiz. Kutib oling. Bloger, aktrisa Yunka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat katta. O'zbekcha gapirar ekansiz, a? Albatta, o'zbekchani bilamiz. Sizni hamma bloger, aktrisa deb taniydi, lekin aslida blogerman, bort kuzatuvchiman, studentman, qo'shiq aytyapman. Yaqinda boshladim. nima ishg'ollik qilmagan? Bilmadim. Qaysi sohaga qiziqsam, shu sohaga chiqaveraman men. O'zimni любой sohada sinab ko'rmoqchiman, o'z yo'lini topmoqchiman. Qachon to'xtaysiz? Bilmadim, qarasam keyin to'xtataman menimcha. Ya, endi baribir styuardessa bo'lgansiz o'zi, keyin o'sha qachon xayol kelib qoldiki, men bir video olib ko'ray. Yo'q, men blogerlikni bort kuzatuvchidan oldin boshlaganman. Adabiy tilda styuardessa bort kuzatuvchi deyiladi. Kuzatib qo'yasiz. Da, yo'lovchilarni kuzatib qo'yamiz, ustida kutib olishamiz, bo'tar. Ajoyib, o'zbek tili zo'r. No harakat qilyapman hech. Yo'q, yaxshi. Mendan ham yaxshi gapiryapsiz. Uyda rus tilida gaplashamiz. Полностью o'zbek tilida, faqat ko'chada и o'rtoqlarim bilan gaplashaman. Agar shaxsiy tarjimon kerak bo'lsa, translation Qimmatmi? Mendanmi? Da. Nima qimmat? Uslubi. Ha, qanaqa uslub? Tarjima. Demak, o'zbek lug'atida yangi so'z tarjima out. И всё, и keyin kelib, уже bort kuzatuvchi bo'ldim. Undan oldin уже blogni boshlaganman. Shlaka blog. Instagram blog. Ya ko'rib chiqdim, kuzatdim. Juda ham nima deydi? Aktiv bo'lib ketdingiz oxirgi yillarda. Bittada mana styuardessa bo'lgansiz, keyin omadingiz ham kelgan, hamma narsa joy-joyida bo'lgan. Orada omadim pastga tushib ketdi, keyin yana chiqib ketdi. Omad Da. pastga tushib ketdi. Da. Endi hammada bo'ladi, bo'lib turadi. Aytmoqchimanki, hozir Instagramda juda aktivsiz-ku, hozir o'sha aktiv mavzular bor Instagramda. Aktiv aylanayotgan mavzu. Qo'limdagi bayroqdan ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Da. O'zi nima degani bu? Ozgina tushuntirish beraylik yoshlarga, bizani ko'rayotgan, o'zim ham yoshman endi. Qizil bayroq. Bu hozirgi qizlar aytishadi-yu, men 5 ta turmayman, maxirga bu narsa so'rayman, u narsa so'rayman. Вот это hamma narsa, это qizil bayroq. Qizil bayroq. Da. Bir rolikimda anaqa aytdim men, qizil yoki yashil bayroq emasman. Qatdan chiqqan, nimadan chiqqan? Amerikadan kelgan trend. Atak ular qizil bayroqni, masalan, yigit qiz bolasini ursa yoki so'ksa yoki ishlamasa, men shu hammasi qizil bayroq hisoblanadi. Prosta bizlarniki men bu tarafga aylantirib ketdim. Demak, siz qizil bayroq emassiz? Yo'q. Ko'p videolaringizni ko'rib chiqdim. Umuman olganda yaxshi. Yo'qda. Menga? Da. Ha, like bosmadimi? Ya, yoqdi. Ko'tarishingiz kerak-da. Agar shunaqa insonlar meni qulab qollamasa, kim qulab quvvatlaydi? Mana shu so'zni o'rganib kelibsiz, a? O'z millatingiz? Oyim o'zbeklar, adam armenin. Mitiskaman. Qarsa chalib qo'yamiz, ajoyib mehmonimiz. Rahmat. Endi keyingi mehmonimizni taklif qilsak, aktyor hamda bloger Ahror Yorqulov qarsagilar bo'lsa. Marhamat, joylashib olishingiz mumkin. Bitta chiroyli qarsanglar bo'lsa. Xush kelibsiz. Rahmat. Bilasizmi, men sizga nima demoqchiman bu hayotda? Ko'p yashang. Rahmat. Nimaga? Uylanibsiz-ku? Uylanganimga 3-4 yil bo'lyapti-yu. Yo'q, hali ham o'sha yangi kuyovlar deysiz, demoqchiman. No sochlari oqarib ketgan cho'chib. Ozgina yollari siqilishdi. U xotinga bog'liq emas, o'zi. Bularga bog'liq. Bular syomkada asab buzadi. Ha, sizlar ko'p birga ishlaysizlar-ku. Ha, Ahrorjon. Endi hozir trendli gap-ku. Mana shu o'lgurga siz qanaqa qaraysiz masalan? Mana shu trendga. Bu vaqti bo'lmagan trend deb o'ylayman. Noto'g'ri. To'g'rimi yo'q? Men o'zim aytdim, o'zim ham aytib chiqdim noto'g'ri deb. Noto'g'ri. Noto'g'ri narsa deb o'ylaysiz-a? Umuman siz 25 yoshda pul topish kerak, geylik bo'lish kerak. Maxirga geylik olib bersin, shunaqa gaplar chiqib ketdi hozir. Noto'g'ri deb o'ylayman. U qayerda 25 yosh bola geyligi bo'lishi mumkin?
kamdan kam holatda Veligi bo'ladi. bo'lsa ham o'zi. Veligi bo'lsa ham katta gap. Yo, endi erkak kishi hech kim bilmaydi-ku, to'g'rimi? Qachon nima keladi, Ha, nima albatta, bo'ladi. qachon keladi. Lekin eng zo'r deb o'ylayman men, haqiqiy mana sevgiga loyiq qizlar, ayollar umuman erkak kishini hech narsasiga qaramay ko'z yumib, oxirigacha birga bo'lganlar bo'lsa kerak. Demak, azizlar, mehmonlarimiz bilan ajoyib suhbat qilib oldik qisqacha. Xalqimizga juda tanish bular. Birinchi shartimizga navbat beramiz. Unda sizlarni oldinda rost yoki yolg'on sharti kutib turibdi. Qarsakinglar bo'lsa. Demak, hozirgi shartimizning nomi rost yolg'on deb nomlanadi. Sizlarga maxsus kartochkalar beriladi. Buning ichida rost yoki yolg'on deb yozilgan. Mana tarqatamiz. Hozir emas. Rost tushsa, hayotingizda bo'lgan, haqiqatan bo'lgan voqeani sheriginglarga aytasizlar. Bordi-yu yolg'on tushsa, sherigingizni ko'ziga qarab, shunda rost gapirgandek aldab tashlashingiz kerak. Qanaqa yozuv tushishdan qat'iy nazar ishontirishinglar kerak. Tushuntira olding-a? Kimdan boshlaymiz unda? Kelishib olaylik, oldin. Yunka masalan. Sizmi? Shoshib ketishimiz. Hozir aytaman, hozir. Ana ochmayman hozir. Yo'q, siz emas. Ochdingiz, ko'rdingiz. Bor, nimadir bor. Voqeani aytishingiz kerak. Ha, tayyorsiz? Tayyormiz? Bort kuzatuvchilikda ishlagan paytimda bitta zo'r voqea bo'lgan samolyotda. Adashmasam Rossiyaga boruvdik. Ko'p passajirlar bo'lgan. Birinchi marta obslujivaniyaga chiqqan paytimizda ovqat tarqatamiz. Oxirida bitta passajir o'tiruvdi. U qanaqadir holatda kiyimda edi. Prям shunda o'tirib olib, Ovqat beringlar. yo'q, menga turmushga chiqing deb предложение berdi. Yo'q. Прям вот hech narsa so'ramasdan sразу menga turmushga chiqing deb turib oldi-da. Men aytdim, hurmatli yo'lovchi, uzr, bitta meni ishim, shaxsiy hayot obsujdatsiya qilinmaydi. Tim более samolyot sahnasida unaqa deyish mumkin emas. Keyin kollegam chiqdi. Ular уже napitka tarqatishni boshladi. Keyin u kollegamga yopishdi, meni haqimda so'rashga aytdi. Yopishdi deganingizda, yo'q, bo'lmasa sizga uylanaman. Unaqa emas, просто meni haqimda so'ramoqchi edi. Keyin oxirida уже musor olamiz samolyotdan. И yana shu passajirning yoniga kelib olib, prям mana bunaqasiga turib oldi-da yonimga. И aytibdi, menga turmushga chiqing, chiqmasangiz men hozir bitta samolyot sahnasini buzdirib tashlayman. Yana ularga aytdim, hurmatli yo'lovchi, o'zingizni bosing, iltimos. U prям urush janjal qilib tashlamoqchi edi. Oxirida уже samolyot qo'ndi, pastga tushdi. Eshikni ochganimizdan keyin mundoq chiqib olib, aytishdi, sizlar odam bo'lmaysizlar, sen odam bo'lmaysan, meni qarg'ab ketishdi xullas. Yo'q deganim uchun. Qo'l so'rab, Hurmatli yo'lovchi, agar siz buni ko'rsangiz, iltimos mendan uzr so'rang. tez kelib so'rang. Rost bo'lsa kerak. Rost bo'lsa kerak. Eslatib o'tamiz. 3tagacha tezkor savolingiz bo'lsa berishingiz. Bu rost voqea aytib bergan hali. Oldin aytib bergansiz. Voy, kelishib olganmisizlar? Yo'q, esimda yo'q. Niyat sizlarga aytib bermadim. Rost ekan. Rost? Esimda yo'q dedik. Qayerdan bilasiz? Balki unaqa aynan o'sha yaxshi, to'g'ri gapiradi, degan narsani o'ylamadi-da, yolg'on gapira olmadi barcha. balki tayyorgarlik ko'rib kelgandirlar balki. Nazarimda. Bo'lishi mumkin, shunda har xil misollar bo'ladi-da. Ichida ishontira oldi. Yaxshi, iqror. Nimadir e'tiboslar bitta gaplaring chiqyapti, bu tarafga ketdi. Shuning uchun tez gapiryapmiz. Anaqa perdasi shunaqa voqea bo'lgani, istardingiz. Da. Baqirmaydi. Ya, to'g'ri. Xo'p, aniq ishonasiz shunaqa voqea bo'lganiga. Aniq. Oxiriga rost taqalgan. Rost bo'lsa kerak, Rost. rost deylik. Rost. Yolg'onmi? Biz qabul qilamiz. Demak, kartochkalarni ochamizmi? Ochamiz endi. Ana. Ustidagi qo'yib. Rost bo'lgan voqea ekan. Aktor aka, sizni aldolmayman-da. Endi oching, ko'rdingiz. Voqea tayyor. Siz tayyorsiz? Biz tayyormiz. Eng ko'p topgan pulim haqida gapirib beraman. 40 ming dollar haqida. 40 ming dollar. Ajoyib, bizga juda yoqdi. Xullas, balkim eshitgandirsiz, bilgansizlar, men Hindistonda operatsiya bo'lganman, adamga donorlik qilganman, jigar berganman adamga. Boshida Toshkentda bo'lganmiz, keyin adamlar Hindistonga ketishgan. Keyin menga chiqqan adam, o'g'lim jigaringni tekshirtirchi, san jigaring meniki to'g'ri kelsa, sen berasan menga, donor bo'la olaysanmi dedilar. Albatta, otam uchun. Bu narsa tayyorman dedim. Keyin tekshirtirdim, hammasi to'g'ri keldi. Keyin Hindistonga uchib bordim. Uchib borgandan keyin o'tdagi muhit bordi. Odamlar yotibdi, yo, bilsanchi, odamlar yotibdi, qanaqadir qoplar ko'tarib yuribdi, ichida qon. Boyagi muhitni ko'ribchi, men ketaman dedim. Ha. Jigar topib beraman dedim, qarochi, boshqa insondan sotib olamiz.
shunaqa beramiz doimo. Lekin o'zim donor bo'lmayman. Men lekin donor bo'lmayman, chunki qo'rqib ketdim-da. Doktor aytdi, "Yo'q", deyapti. "Begona insonni ola olmaysan", deyapti. Chunki bizda qonun bor, unaqa mumkin emas begona. Faqat o'zini shu farzandi yoki ayoli yoki qizi DNKsi to'g'ri kelishi kerak dedi. Adam o'tkazdilar-da. "O'g'lim, qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Nima xohlaysan?" dedilar. Kulib aytdilar. Ha, nima xohlaysan? Men beraman o'sha narsani. Sen qo'rqmading. Men beraman, pul kerak emas menga, lekin men просто qo'rqyapman. Men ana kira olmayman operatsion joyiga deyapman. Nimadir xohlasang aytma, o'sha narsani olib beraman, balkim ana bo'lasan. Men aytdim, BMW olgim keldi. Yangi BMW. Men mashina yaxshi ko'raman, hamma biladi. Sen ham bilasan, mashinani juda qattiq yaxshi ko'raman. Xo'p, qaysi BMW olgin? Shu model. Mana shu men ko'rib qo'yganman. Ancha bo'lyapti. 40 ming dollar yetmayapti. Bo'ldi, 40 ming bor. Faqat kirib chiqasan. O'shanda berganlardim menga 40 ming dollar. Yana kimgadir jigar kerak emasmi? Просто bu voqea я не знаю, bu voqeani unday yolg'on sifatida aytolmaydi menimcha, потому что это oilasi haqida. U oilasi haqida yolg'on gapira olmaydi. Qiziqtiradigan savollar bo'lsa, 3 ta tezkor savolingizni berishingiz mumkin. bo'ladi. Men savolim yo'q. Rost deb o'ylaysizmi, yolg'onmi demak? Нет, men birlarga ishonaman. Rost deb hisoblanaman. Yolg'on chiqib qolsa ham mayli, просто ular meni aldamaydi deb umid qilyapman. Qabul qildik. Siz ham qabul qildingiz, bemalol ishingiz bo'ladi. Adamlar qizga olaman. Borib qilib beraymi? Shunday gapirib 40 ming bering, jigar kerak, 40 ming bering. Bilaman, просто u hech qachon oilasi haqida aldamaydi deb faqat shunisiga ishonib aytdim, что это. Sen o'ylamadingmi, bu o'g'il bola borib adasidan 40 ming pul so'ramasin. Ya, Ras bordi, birinchi bordi. Siz so'ramaysiz u narsani. Ну просто oila gapida ketgani uchun, oila haqida gap ketgani uchun ya ishondim. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bu shartimiz g'olibi Ahrorbek, qarsagiylar. Xullas, sizni ishontirish juda oson. Oson. Juda oson ekan. Ya aytmoqchimizki, endi mana shartimiz bahonasida Yunka ham hammaga ham ishonish kerak emasligini bilib oldi. Ahror juda yaxshi sizga o'tib berdi. Chunki keyingisida bunaqa shart bo'lmay qolish mumkin-da. Hayotda sizga ko'rdingizmi, shartlarimiz foyda Men beradi. hayotda aldamaydi deb umid Emas, qilaman. Ahror emas, umuman. inson zoti. Ahror har doim yoningizda bo'lmasligi mumkin. Uylanganmi bola? Ana bu yaxshilikka. Yoqdi sizlarga. Mana bu shartimiz, keyingi shartimizga o'tamiz. Bu shartimizning nomi top sharti. Qarsagiylar, marhamat. Bolaliginglarda berkinmochoq o'ynab turganmisizlar? O'ynab ko'rganmisiz? Topishga ustami deylar yoki berkinishga? Berkinishga. Sizchi? Bekinishga. Ikkalangiz ham berkinishga. Lekin bu yerda hozir topishga usta bo'lsanglar, sizlarga yordam berardi yana ham. Detektiv kinolar ko'rib turasizlarmi? Yaxshi. Hozir men bir kimsani taklif etaman. Mehmonimizni faqat uni qoplangan holatda obrazda chiqadi va siz birinchi navbatda uni o'g'il bola yoki qiz bola ekanligi, ikkinchi kasbi va uchinchi bo'lib uni oilali yoki oilali emasligi va eng asosiysi undan keyin o'sha kimligini topishingiz kerak bo'ladi. Boshdagi savollarga javob olsak, sizlarga yana ham yordam beradi. Bemalol sezgini ishlatgan holda yaxshilab o'ylab topishinglar mumkin bo'ladi. Tushunarli? Demak, o'rtoqlar, sirli mehmonni top sharti va biz studiyamizga sirli mehmonni taklif etamiz. Marhamat. Men bilasizlar, Jackson'ni o'zim tomdan tashlab yuborishim mumkin. Shuning uchun chiqdim, lekin men bildim kimligini, sizlarga aytmayman. Qarsak chalib qo'yamiz. Juda. Sirli mehmon, marhamat, o'tirib oling, keling. Sizga joylar ajratib qo'yganmiz. Faqat choy bera olmaymiz hozir, chunki og'zingiz yopiq. Xo'p, hurmatli mehmonlar, o'g'il bola yoki qiz bola ekanligini topishimiz kerak. Aniq o'g'il bola. O'g'il bola. Da. Nima uchun o'g'il bola deyapsiz? Qo'llardan ko'rinib turibdi. Qani, erkak shodi qo'llari bor-ku. Нет, jun. Juni, tuklari bor deyapsiz. Soch. Sochlari bor. Yaxshi. Sizda ham o'g'il bola. Siz qayerdan bildingiz o'g'il bola? 100% ha? Balki haligi trenajyorniy zalga chiqargan qizdir. Yo'q. O'g'il bola. Demak, birinchi o'g'il bola. O'zi bu obrazni bilasizlarmi? O'zi obraz o'zi? Yo. Ko'zlariga qarang.
Ko'zdan aldab bilib oladi ko'zda. voy. Gapiradilarmi? Ha? Gapir. Yo'q, gapirish mumkin emas. Biz gapirmaydigan qilganmiz. O'g'il bola yoki qiz bolaligini aniqlaymiz, a? Aniqlaymiz. O'g'il bolamisiz? Bo'ldi, o'g'il bola. Sizlarning javoblar to'g'ri. Ikkinchi variantga o'tamiz. Kasbi. Aktyor menimcha. Aktyor. Aktyor yoki- bo'lsa kerak. Aktyormisiz? Xonandamisiz? Raqqosmisiz? Kimsiz o'zi? Hamma. Showmen ekanlar. Ha, shu bizda. Demak, yaqinlashyapmiz, a? Showmen. Endi keyingi, yana ham sizlarga yordam bo'lishi keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni bularni oilali yoki oilali emasliklar. Oilali emaslar, uzuklar yo'q bo'lardi. Balki eshitib chiqqandirlar. Balkim yetishgan. Sochini ko'rsak bilardik-da, mana bitta ikki tomon to'kilgan bo'lsa oilali bo'lardi. Yuzini ochib beraylik bunda. Ne, oilali emas. Oilali emas. Oilalimisiz? Oilali emassiz. To'g'ri topishdik. Yaxshi. Yaqinlashdik. Yana ham yaqinlashdik. Xo'p, endi eng asosiy savolga o'tdi. Bilib olinglar, o'g'il bola oilali emas, showmen, ya'ni aktyor, ham xonanda, ham raqqos. Xonanda? Ne, xonanda emas. Xonandaman dedilar. Xonanda emas. O'sha o'pishi. Lekin bularga yolg'on gapirish mumkin emas. Xonanda emas. Xonanda emas. Oldin xonanda bo'lganman deyaptilar. Ishi yurishmay keyin aktyorlikka o'tib ketgan ekanlar. Keyingi yordam bo'lishi mumkin sizlarga. Sizlar o'zinglarni qiziqtirgan savol. Hamda quchoqlashib ko'rishaylikchi. Yaxshi. Atirni ham bilmayapman-da. Atirdan bilardim-da. Ko'rishganini bila olmayapsiz. Ha. Nerdanmi? Qarang. Men bitta okaga o'xshatyapman, aka. O'xshatyapsizmi? Ismlarini bilmayman-da. Men ismlarini Bilmayapsiz. Fikrlarni o'zgartirishga ozgina imkon beraman. Kim ism familiyasini ayting? Kim ismini ayting? qaysini? Kim deb o'ylayapsiz? Oxirgisi. Нет, uni ko'zlari unaqa emas edi. Uni razrezlari kattaroq edi-da. Biz uchrashganmizmi yoki hayotda? Biz- Savolim bor. Ha? Biz uchrashganmizmi qayerdadir? Hayotda. Yo'qmi? Bizlar ko'p marta uchrashdikmi? Ko'p marta? Ozgina. Ozgina. Qisqa 2 marta. 2 marta. Shu mumkin emas. 1 marta ko'rishdik, birinchi seriyada. Hozir xuddi o'sha odam bilan gaplashganda gaplashib turibdi. Oy, нет, этот. Balki u emasdir. Oxirgi xulosani eshitamiz, marhamat. Hop. Сейчас. Voy. Kim bo'lishi mumkin? O'ylaymiz, uring, yaxshiroq uring. Qanaqa? Hop, oxirgi xulosani eshitamiz, marhamat. Ne, mayli, men merdan to'xtab qolay. Yunka Merdan aka deb aytyaptilar. Sizni fikringiz? Ahrorda fikr yo'q. Tanimabdilar. Marhamat. Yechib olamiz, yaxshiroq. Hop, bu yoqqa qarang. Yosh. Diqqat qilamiz. Demak, hurmatli tomoshabinlar, aziz mehmonlar, rostdan ham juda ham yaxshi ijro etdilar va juda yaxshi yordam berdilar. Bu inson haqiqatda Yunka aytganlaridek juda ham mehnatkash ijodkor, aktyor, showmen, xonanda, raqqos, Merdan Matvaliyev edilar. Qarsaklar. Merdan akani ko'pchilik hozirgi kunda serial ko'radiganlar umuman shoularni tanishadi. Shuning uchun balkim Yunka ham o'sha serialda hali efirga ketmagandir, yangi serial bo'lsa kerak. Shuning uchun oson qilib berdingiz bularga, bo'lmasa topolmasdi bu ham. Xush kelibsiz yana bir bor. Nima deymiz? Keyingi shartimizga o'tamiz. Bevosita siz tajribangiz bor. Nima desa bo'ladi? Sahnaga begona emas, shuning uchun siz ham qatnashsangiz bo'ladi bu shartimizda. Tanigan odamingiz chiqadi, axir hammanglar tanigan odaminglar. Shuning uchun keyingi shartimiz otani ko'ndiring deb nomlanadi. Shunaqa bir endi humoristik show. Otani ko'ndirish kerak. Bir odam ziqna, mingsiman ham bermaydi, qishda qor so'rasangiz bermaydi. Shu darajada ziqna odam, lekin sizlar amallab pul olishinglar kerak. Это совсем другой разговор. Вот это совсем другой разговор. Вот это совсем другой разговор. Вот это совсem другой разговor. Bola teatr tugadi. Nima chaqirdinglar o'g'illarim? Dada, o'tiring. Ha, bolalarim. Men yoqda yer chopyapman, sizlar meni chaqiryapsizlar. O'tiring, dada. Sizlar bu yerda televizor ko'rib o'tiribsizlar. Nima qilay? Nima chaqirdinglar? Taka saltang o'g'lim nima chaqirding? Dada. Pul bering, dada. Men davlenam oshirmayman. O'tiring. Meni davlenam bilib qo'ylaring. Otadan pul so'ragan
farzandni ko'rsatsa o'qirmaydi. Dada, Pul so'raman. Menga Siz pul bir qarang. bering, sizga lekarstvo olib kelaman davleniyadan. Lekarstvo olib berasan. Da. Pul bersanmi? Da. Shundoq olib Yo, kelaman. siz menga bering pul. Shundoq olib kel qizim. dada, menga qarang. Pul bersanmi? Dorini nima qilasiz? Sochimni qarang, sochimni. Ne, Patanak bo'lib ketgan, o'zi patanak. Eshitadi, o'zi mani ikkita qizim, bitta o'g'lim bor. Qanaqa? Ikkita qizim, bitta o'g'lim bor. Niye? Sizni bitta qizingiz bor. o'g'lingiz? Ha, emas. bitta qizim, ikkita Men o'g'lim bitta bor. qizman. Nargi Shuning uchun oilangiz menga pul berishingiz kerak. O'g'ilga pul kerak emas. Ular Pul borib beraymi? ishlasin. Da, pul bering. Chiqqaningmi? Ana, mayli, bitta narsa aytaman. Ketdi dada. Bo'ldi. Tugadi. O'g'limni qamanglar. Tugadi. Pulimni ber. Pulimni ber. Manda men olganim yo'q. Hali bu yerda hali bor pulim. Mana. Pul beraymi? Pul beraymi? Menga bitta qiz bo'laman. Xursand qil, beraman. Kim meni xursand qilsa, beraman. Dada, Birinchi o'g'lim sen boshla, qani xursand qil. Esingizdan dada. Mana esingizdan. To'xta. Tararariraray, tararariraray, tararariraray. Sizlar meni xafa qilyapsizlar, bolalar. Men chiqib ketaman hozir, meni xafa qilyapsan. Sen bitta narsa qilsang xursand bo'laman. Nima qilay? Uylansang. Hech xursand qila olmaysan. Men Sen xursand qilchi? sizga anchadan beri sovg'a olib qo'ydim-da. Aha. O'sha bugun bermoqchiman sizga. Minnat qil. Moshin berishing minnat qil endi. Yo, bu o'g'illar minnatxo'rmi? Xursand qila olmaydi. Mayli, meni kim kuldirsa o'shanga pul beraman. Kim kuldirdi? Kuldingiz-ku. Bilmayapman. Mana, bu tushingiz ham ko'rinib turibdi. Meni rojam shunaqa. Не, все равно. Dada, sizga kelin olib keldim, dada. Xursand qildimmi? Uylansang xursand qilasan dedingiz. Mana dada. Dada. Sen kim o'g'lisan? Sen bizani o'g'lim emas bu. Meni o'g'lim emas bu. Mana shu o'tirayman. Sen odam yig'latyapsan-ku, nima? To'y bo'lmasdan oldin bunaqa qilyapsan. Yo'q, bo'ladimi? Tarbiya bermaysizlarmi? Bo'ladimi? Akamga. Tarbiya mana. Bo'ladimi? Sen hokamda chiqib ketgan. Red flag. Red flag ma. Kuldirolmadi. Kerakmidi? Ahror Nimaga meni uyaltirasiz keliningiz oldida? Dada. Yo, sen meni yig'latyapsan, nima bu? To'y bo'lmasdan buni olib kelyapsan, Sen chiqib ketgan. Adajon hech qachon aldamaydi. Qochib keting. Biladi bu. Pulingiz yo'q bu. Men Ahrorga ishonaman. Ahror meni kuldir. Yosh bola emasmiz-ku, nima qilib kuldiramasizda? Bersangiz bering pul, nima u? Minnat qilib beradi, kuldirsa berish kerak. U qanaqa u bo'ldi? Otasiz-ku menga. Ko'ryapsizmi? Siz qarigan paytingiz men boqamanmi? Dada, men kuldiray sizni. Dada, men kuldiray. Dada, men kuldiray sizni. Bunga ham pul kerak ekan. Boring. Qatay keldi bu. Bu adashdi. Mayli, menga kim chiroyli raqsga tushib bersa, men o'shanga pul beraman. شب خواب گردی کویتم عاشقی غم خدا سحر سرگشتگانه دیوانه ایمان ابولکم چطمه چطانی لب حوز زرگران میدار تامیان مایش ما ایشکل خان یک بولکم کی خود Bu raqsmi nima bu? Voy, yoqmasa nima sizdan pul so'rayman. Vot o'g'il bolangizga pul beravering. Siz qizingizni yaxshi ko'rmaysiz, tushundim. Shuni bir marta srazu aytish kerak edi. Men qizimni yaxshi ko'rmayman. Всё. Aytmasdan. Sen meni yaxshi ko'rasanmi, qizim? Конечно, adam. Meni yaxshi ko'rasanmi, qizim? Конечно, sizni yaxshi ko'raman. Ko'zingizga qarab aytyapman. Siz meni ko'zimga qarab, aytishda o'g'illaringizni mendan ko'proq yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'rasan meni xo'p? Da, aytdim-ku. Bildim. Hammani yaxshi ko'raman deb. Ana bor. Bildim. Sen raqsga tushib o'g'limga. Qizingizdan voz kechdingiz, men sizni Men tushundim. bu voz kechmadim. Voz kechdingiz. Oldinda bizni ko'p sarguzashtlar kutyapti, qizim. pulingiz Hayot bor? sarguzashtlarga boy. Ota necha pulingiz bor? Ha? Necha pulingiz bor? 100 million. Qani sanay o'zi bilaylik necha pul Sen bor. raqsga tushdimi? Yetadimi hali? Shu raqsga tushmasangiz. Dada 100 million zo'r o'ynashdi. Sana Vayner ana yoqib ko'rsatgansan. Bachkana bor. Zavina bo'lsin. Zavina qana?
Bu namyoq o'g'lim uylanish kerak. Kelin olib keldim-ku. Mayli, pul kerakmi senlarga? Ha? O'zi ota kerakmi senlarga? Kerak. Yo'q, menga. Mayli, bu yoqqa Dada, keling. siz keraksiz. Keling, Pulingiz kerak qizim, emas, keling. dada. Pulingiz kerak emas, dada. Qizim kel. Ha, o'tir olaman. Kim yaxshi qo'shiq aytsa o'shanga beraman. Rostdan, bu oxir gapim. Uzubdayo. Sen meni dardim. Tishimni olib tishimni. Sana deb 10 yilga qaradim. Pul bermagansiz. Sen uylansang keyin eshitaman. O'zingiz vokalga bermagansiz, chunki pulni qizg'angansiz. Men qo'shiq eshitmoqchiman. Radioda borib eshiting. Men joyni eshitmoqchiman qizimdan. Qizim, Nara narida nay, nara narinda nay, nara narinda nay, nara nay. Qaysi qo'shig'ingizni aytib bering? Ha? Qaysi qo'shig'ingizni aytib bering? qo'shig'imni? Xohlagan qo'shig'ingizni ayting. Mayli, xohlagan qo'shig'ingni. Ya siz tanlov sizga beryapman. Men tanlov senga beryapman, bolam. Qani endi men boshidan hayotimni boshlasam seni bilmasdan ko'rmasadim xiyonat balki men seni sevmasdim aslo sirim aytmasdim bilsam men oldinroq sog'indim ishon ammo bormayman esiz Dadam bunaqa ashulalar eshitmayapti. dada emas Ana bor. Dada bo'lmay qoldimmi sen? man yaxshi aytsa beraman dedingiz bermayapsiz. Dada, men siz eshitadigan ashulalarni bilaman. Bo'ldi, endi ashula boshlab. Siz eshitadigan ashulalarni aytib beraymi? Kimga pul berishni bildim. Kimga? Mana bitta qizim bor. Ikkita o'g'lim bor. Agar qizimga pul bersam hozir sizlar xafa bo'lasizlar. Agar sizlarga pul bersam bu xafa bo'ladi. Shuning uchun hammalaringizga pul beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Chiqingmi? Mana reklama olasizlar-ku, homiylardan. O'shalar pul ishlagan. Men olmayman. Tushundinglarmi? Men ishlamayman, ada. Ha? Men ishlamayman. Senga o'zim pul beraman, qizim. Bering. Hozirmi? Ya, hozir bering. Axir o'g'lim ber. Voyaginami? Voyagini ber. Ha, ana. Demak, dadadan pul men oldim. Ana qizim mana. Ana qizim mana. Buni men oldim-ku. Gapim so'ngida kelinglar, bolalarim. Ke, axir Hamisha o'g'lim. shunaqa qilasiz, dada. Merdan, ke qizim. Gapim so'ngida bitta nasihat aytmoqchiman. Fransuz yozuvchisini, bilmayman qaysiligini, bir gapi bor. Je le plais la je le voilà. Nima degan tushunmayman, lekin mana shunaqa degan. Yaxshi o'tiringlar. Demak, azizlar, bugungi ajoyib shouimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishtiroklari uchun ajoyib mehmonlarimiz Yunetda, Ahror, Merdan akaga bitta qarta chalib qo'yamiz. Juda ajoyib ishtirok. Endi jentlmenlik qildik. Bu ko'rsatuvimizda Yunetda g'alaba qozondi albatta. Nima deymiz? Har doim hayotda g'alaba qozonib yursin. Ahrorga, Merdan akaga ham omad tilaymiz. Shuning bilan bugungi ajoyib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammanglarga rahmat deymiz tashrifingiz uchun. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.